Bugun 20-iyun Surxondaryo viloyati Angor sohasida joylashgan sinov maqsadida Terrakota navidan kompaniyasidan berganmiz. Dehqon akamizdan fikrlarini eshitamiz Terrakota'ga. Terrakota sınavı urukka bergandi, men yeb ko'rdik. Bu yoq tomoni babkat, bu Terrakota. Bu 2 marta o'zib oldik pomidorda. 2 terim bo'lganda, 3-chi terimiz. Endi qizargandan keyin. Bu yaxshi nima ekan, qattiq. Ham qizilliga qizilaganda, bozorga. Mana bandlari uzun. Bandlar qarab, uzun-uzun. Kipriklari. Kiprigi bilan keladi. Qattiq pomadir lekin. Bozorda tez ketadi. Rangi uchun. Rangi sarg'ish bo'lmaydi, qizil bo'ladi. Qarov qanday osonmi? Qarovchi babkatni bir xil dori ekan, bir xil xizmat ekan. Bu mana hosilni ko'ramiz, hamma joyi shunday bir xil. Hosil ushlashi juda ajoyib ekanda. Hozir men ikkita terim bo'lgansiz. Ha, ikki terimdan endi 3 marta qilsa 3-chi terim. Bo'lsa yarayam qara. Umuman o'zi bo'sh joyining o'zi yo'q. Hali bu kattarsa bular hali sentiler bilan o'xshayapti. Hozircha biz 2 terdik. Bo'lgan Angor sohildagilarga ham taklif qilasizmi aka? Ha, juda yaxshi pomidor ekan. Bozorda men har kun pomidor o'zamiz, har kuni. O'zi 30 so'tga ekkanmiz. Har kun birdan pomidor chiqadi. Babka Terrakota. Bu kelgusi nasib yarimga babka, yarimga Terrakota tegilar. Agrimatikaga murojaat qilsangiz, xudo xolasa boshqa urug'larimiz ham bor. Bu narxlarni bemalol yetkazib berishimiz mumkin. Sizlarga katta rahmat.